Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh jinoyatchisi Xitoy davlat raisi Shi Jinping Sharq Turkistonda keng ko'lamli yig'ilish lagerlari va ochiq-oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizayotgandan buyon tunji qitim Urumchini ziyorat qildi. Navbatda nurg'un g'arb davlatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atadi. Shi oxirgi qitim 2014-yili Sharq Turkistonga borgan bo'lib, shuningdan keyin bostirishlar kuchaygan edi. 2016-yildan boshlab umumyuzlik tutqun va irqiy qirg'inchilik boshlangan bo'lib, Shining ziyorati irqiy qirg'inchilikning tayyorlik bosqichiga to'g'ri kelgan edi. Bu yil 2-faslda Xitoyning iqtisodi o'xshash mazgildagidan 0,4% oshgan bo'lib, 9 fasldan buyongi eng tuvan nuqtaga tushib qolgan. Xitoy doiralari buningga Xitoy virusi yuqumi va xalqaro vaziyatning davolg'ishini sabab qilib ko'rsatgan. Navbatda Xitoy yillik iqtisodiy o'sish sur'atini 5,5% ga yetkazishni planlagan bo'lib, bir qism iqtisodshunoslar bu nishonga yetkazishning asosan mumkin bo'lmaydiganligini bildirishgan. Tibetlarning ma'naviy doisi Hindistonda surgunda yashayotgan Dalay Lama Xitoy bilan Hindiston qonliq to'qinishgan rayon Dalaxni ziyorat qildi. Tarixdan buyon Tibet xalqining vatani bo'lgan bu rayon 1951-yili imzolangan 17 nuqta kelishimi bilan Xitoyning egalik huquqiga o'tgan. Dalay Lama 1959-yili mag'lub bo'lgan mustaqil qo'zg'olonlardan keyin Tibetning Lhasa shahridan Hindistonga qochib ketgan bo'lib, keyin Hindistonning Dharamshalada Markaziy Tibet markaziy organi, ya'ni surgunda Tibet hukumatini qurgan. Xitoyda o'yimlik krizisi keskinlashdi. Amerika shahar guruhi bankasining eng yangi doklatiga asoslanganda Xitoyning 22 o'xshamagan shaharda uy setib olgan kishilar kutmagan uylar uchun ra'na qarzni to'lashni rad qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, o'yimlik xaridorlarning noroziligi banklarning 6 trillion dollarlik ra'nali qarzning chet eldagi o'yimlik zoyimiga xiloflik qilish xavfini oshirib etdi ekan. Vengriya bosh ministri Viktor Orban Yevropa ittifoqining Rossiyaga qaratgan Xitoy iqtisodiy jazolar bilan o'zining putiga o'zi palto urganligini, agar bu jazo bekor qilinmasa, Yevropa iqtisodiga buzg'unchilik qilish xavfi borligini aytdi. Ukrainaning yordamga muhtoj ekanligini, ammo jazoning Rossiyani ojizlashtirmaganligi va necha oydan buyon davom qilayotgan urushga hal qilish chorasi elib kelmaganligini tilga olgan Orban, buning Yevropa iqtisodiga keng ko'lamda ziyon yetkazganligini bayon qildi va Yevropa rahbarlarining bu strategiyani qayta o'ylanish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika prezidenti Joe Biden Isroiliya, Falastin va Saudiya Arabiston ziyoratining oxirgi bekiti bo'lgan Saudiya Arabistonga keldi. Biden bir kunlik İsrailiya ziyaratidan keyin tunugun ishg'oliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Baytul Haramga berib, Falastinning prezidenti Mahmud Abbos bilan ko'rishdi. Biden Abbos bilan ko'rishganda bu rayonning tinchligi va bexatarligining oshko'chi Falastin davlatini e'tirof qilish dedi.